Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar birodarlar. Sog'mi? Sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 15-kunidamiz. Bugun sizlarga bir Hasan Kayfiy rahimahulloh alayhi haqida aytib bermoqchi edim. Kunlarda birida bir podshoh xalq holatini bilish uchun tog' yonbag'rida ketyapsa, uzoqdan bir kulba ko'rinadi. Kulbaning ichida bir yorug'lik ko'rinayotgan bo'ladi. Borib turib xabar olaychi, bu yerda biror kim yashaydi ekan degan o'y bilan boradi. Borib qarasa, haqiqatdan ham bir insonni ichkarida duo qilayotgani eshitiladi. Ichkaridan shunday bir ovoz keladiki, "Yo Robbi" deydi. "Bugun kunimni ham o'tkazding. Rizqni berding mana. Bugun kunim ham bir chiroyli o'tdi" deydi. "Yo Robbi, qimirlagan jon borki, rizqi o'zingning qo'lingda" deydi. Shu joyi podshohga yoqmaydi, ya'ni podshohni Allohga shunday e'tiqodi yaxshi bo'lmaydi, adashmayotgan bo'lsam. Yoqmaydi-da, asta-sekin oddiy kiyimda bo'ladi podshoh. Eshikni ochib kiradi, kirib turib, "Keling mehmon" deyshadi, "Salom alaykum qilib o'tiring" deydi. Qarasa noz-ne'matlar bo'ladi dasturxonda. Choy ichib o'tirishsa keyin podshoh so'rash boshlaydi deydi. "Buncha noz-ne'mat qaydan? Nima ish bilan shug'ullanasiz?" deydi podshoh. Oddiy kiyimda bo'ladi, o'zini bildirmaydi, kimligini aytmaydi. Hasan Kayfiy aytadiki, "Men oddiy bir o'tinchiman" deydi. "Tog'dan o'tin yig'ib kelib, shaharga olib tushib, insonlarga sotib, shu bilan tirikchilik qilaman" deydi. Desa, aytadiki, podshoh, "Qancha pul topasiz?" desa, "Kuniga 2 dirham topaman" deydi. 2 dirham, 1 dirhamiga ro'zg'or tebrataman, 1 dirhamini ehson qilaman deydi. "Ehson qilaman" desa, podshoh, "Agar" deydi, "Mabodo"da deydi. Podshoh ertaga shunday bir farmon chiqarsaki, aytsa, barcha o'tinchilarga o'tin terish, tog'dan olib kelib sotish taqiqlansa, qanday kun kechirasiz desa, aytadiki, "Qimirlagan jon borki, rizq Allohning qo'lida" deydi. Alloh bir rizqimizni beradi. Ya'ni bir eshik yopilsa, ikkinchi eshik ochiladi. Yoxud oyna ochiladi, deraza ochiladi degandek gap qiladi. Unda podshohlar bu gap yoqmaydi, chunki e'tiqodi yaxshi bo'lmaydi Allohga. Chiqib, Hasan Kayfiyning uyidan chiqib saroyga yo'l oladi. Saroyga borib, jarchilarga aytadiki, shunday bir farmon chiqaradi. Ertadan boshlab barcha o'tinchilarga tog'dan o'tin olib kelib yoki boshqa yerdan o'tin sotish taqiqlansin deydi. Mamlakatda o'tin sotish taqiqlanadi, ya'ni zapret uriladi. Keyin u Hasan Kayfiyning hayotiga qiziqadi. Ertasi kuni kechib payti, ya'ni eski kiyimlarni kiyib yo'lga otlanadi-da, borib qarasa, ya'ni ichkaridan ovoz kelayotgan bo'ladi. "Yo Robbi" deydi, "Qimirlagan jon borki, rizq Allohning qo'lida, o'zingning qo'lingda" deydi. "Bugungi kunim ham yaxshi o'tdi. Mana shuncha noz-ne'matlar bor. Chiroyli o'tiribman" degan mazmunda duo qilayotgan bo'ladi. Podshoh yana kirib keladi. Keling" deydi. "Siz juda bir ajib odam ekansiz" deydi. "Kechagi gaplaringizdan keyin haqiqatdan ham podshoh shunday qaror chiqardi, o'tinchilik taqiqlandi" deydi. "Unda" deydi, "buncha noz-ne'mat qaydan? Qanday oldingiz? Nima qildingiz?" desa, aytadiki, "Podshoh o'tinchilik taqiqladi" deydi. "Men kulolchilikni boshlab yubordim" deydi. "Kulolchilik buyumlarini sotib kun kechiryapman" deydi. Desa, podshoh hayron bo'lib, "Nima qilsam ekan" deydi. Aytadi, "Ertaga mabodo" deydi. Podshoh shunday bir qaror chiqarsaki, barcha o'tinchilik taqiqlanganidek, kulolchilikni ham taqiqlab qo'ysa, qanday kun kechirasiz deydi. O'ylanib turib, "Qimirlagan jon borki, rizq Allohning qo'lida" deydi. "Och qolmaymiz" deydi. Podshoh shunday g'azablanadi, chiqib ketadi. Borib turib, jarchilarga aytadi, saroylarga. Shunday bir qaror chiqaradiki,
bugundan boshlab deydi mamlakatdagi barcha sopolchilik, kulolchilik buyumlari, ya'ni sopol ishlab chiqarish to'xtatilsin deydi. Ya'ni zapret uriladi, to'xtatiladi. Uni eshitgan xalq to'xtatadi ishlarini, boshqa yumushga o'tib ketishadi. Ertasi kuni podshoh yana kiyinib, eski kiyimlar kiyib, Hasan kayfiyda hayotiga qiziqib, kechki payt yo'lga chiqib, oqshomda yetib boradi hamda tashqarida yana quloq soladi, ichkaridan nima nido kelyapti deydi. Ya'ni uni bunday olib qaraganda sindirmoqchi bo'ladi, e'tiqodini sindirmoqchi bo'ladi, iymonni sinamoqchi bo'ladi. Bunday olib qaraganda. Keyin ichkaridan yana duo kelayotgan bo'ladi. Nido keladiki, "Yo Robbi" deydi, duo qilayotgan bo'ladi Hasan aka. Shuncha noz ne'matni berding, bugungi kunimni ham bir chiroyli o'tkazding mana. Qimirlagan jon borki, rizq Allohning qo'lida, hech kim och qolmaydi degan mazmunda yana duo qilayotgan bo'ladi. Podshoh rosa g'azablanib kiradi, uni bildirmaydi-da. "Keling avliyo ota" deydi. "Siz bir avliyolardan shekilli, siz aytganingizdan keyin" deydi. "Shunaqa ishlar bo'ldiki, kulolchilikka ham zapret urildi, o'tinchilik ham to'xtatildi" deydi. Unda buncha noz ne'mat qayerdan topdingiz desa, aytadiki, bu noz ne'matlarni Robbim menga inom etdi, ya'ni kulolchilik to'xtatuvdi podshoh deydi. Kasbchilikni boshlab yubordim deydi. Insonlarni shu oyoq kiyimlarini, poyabzallarni yamab tirikchilik qilyapman deydi. Esa podshoh deydi. "Mabodo" deb gap boshlayapsiz, to'xtang deydi. "Siz aytgan gaplaringiz ro'yobga chiqib ketyapti. Avliyolardan shekilli, to'xtang gapirmang" desa, podshoh qo'yarga qo'ymas gapiradiki, aytadiki, "Mabodo ertaga podshoh o'zini yonida turadigan bir xizmatchisi qilib olsa sizni" deydi. "Oyiga" deydi, "bir marta oylik bersa, 29 kuningizni qanday ko'rasiz" deydi. "Qanday ko'rasiz" desa, "Qimirlagan jon borki, rizq Allohning qo'lida" deydi. "Sababini qilamiz, rizq Alloh beradi" deydi. Aytadi-yu, ya'ni ajalingdan ham ko'ra rizqing seni ko'proq izlaydi deydi. Shu mazmunda bir gap gapiradi. Podshoh g'azablanib, juda bildirmay chiqib turib, achchiq qilsa kerak balki. Saroyga boradi, saroyga borib turib, jarchilarga, xizmatchilarga aytadi, ya'ni askarlarga aytib, "Shu tog' yonbag'rida yashaydigan Hasan ismli shaxsni oyog'ini yerga tekkizmasdan" deydi, "oldimga olib kelinglar" deydi. Bo'ldi ishlatdi. Askarlar boradi, Hasan kayfiyga chaqirishib yonida olib borishadi podshohning oldiga. Podshoh shunda bir oyda bir oylik beraman deb kelishib, o'ziga tansoq chiqib oladi. Unga sovut berishadi, sovut bilan qilich beriladi. Kech ishlaydi, kech payt oqshomda uyga qaytarkan, podshoh qiziqibdi, ya'ni eski kiyimlarni kiyib, uni ortidan borsa, Hasan kayfi ichkarida duo qilib o'tirgan bo'ladi. "Yo Robbi" deydi. "Qimirlagan jon borki, rizq Allohning qo'lida, o'zingning qo'lingda" deydi. "Bugungi kunimni ham o'tkazding mana. O'zingga hamd bo'lsin. Noz ne'matlardan bahramand bo'lib o'tiribman" deydi. Podshoh g'azablanib ketadi. Deydi, "Nima ishlar bo'ldi" desa, aytadiki, "Kecha siz aytganingizdan keyin podshoh mening o'ziga tansoq chiqib oldi" deydi. "Tansoq chiqib olgandan keyin shu bir oyda bir oylik beradigan bo'ldi. Ammo rizqimizni topdik" deydi. "Bir oyda bir oylik bersa, qanday qilib bu rizqing keldi" desa, "Podshoh menga bir qilich bergandi" deydi. O'sha qilichni, ya'ni sopib qolgan, bu tomonni sotib olgan bo'ladi temirchilarga. Shuni sotib olib, 30 kunga yetadigan bir tirikchilikka produktlar olib kelib qo'ydim" deydi. Ya'ni mahsulotlar olib kelib qo'ydim desa, podshoh o'ylanib turib, deydi, "Ertaga mabodo bir jang bo'lib qolsa yoki deb podshoh kimnidir kallasini ol deb qolsa, qanaqa qilasan" deydi. Shunda Hasan aka, "Bir gap bo'lar" deydi. "Qimirlagan jon borki, rizq Allohning qo'lida, Allohning aytgani bo'ladi" deydi. "Bo'ldi" deydi. Podshoh g'azablanib chiqib ketadi, borib turib farmon chiqaradi. Ertasiga bir o'g'rini atak qiladimi yoki haqiqatdan bir insonni qatl qilish kerak bo'ladi. Hasan kayfi buyog'ini yog'ochdan qilib olgan bo'ladi, qilichini. Bu tom sopib bor.
ichi yo'q. U turadi podsho. Ya'ni kamdan kam hollarda ishlatiladigan qilich bo'ladi. Keyin ertasiga podsho atay qiladi. Kelishiga aytadiki, Hasan ke deydi. Buni kallasini ol deydi. Podshohim deydi, bu begunoh ko'rinyapti deydi. Hasan deydi. Bu farmon deydi, bu buyruq, kallasini ol deyapman desa. Mayli deydi. Kallasini olaman, lekin deydi, duoga qo'l ochinglar deydi. Yo Robbiy deydi. Agar shu odam haqiqatdan gunohkor bo'lsa, zolim bo'lsa, men uni kallasini sapchada olib tashay deydi. Agar bu odam begunoh bo'lsa deydi, qilichim yog'ochdan bo'lib qolsin deb turish. Yog'och qilichni bir chiqarsa yog'och bo'ladi, ya'ni sotib olgan bo'ladi. Hamma hayron, va deydi. Shunda podshoh uni zukkoligiga tan berib, Hasan kayfiyni bu xizmatdan ozod qiladi hamda Allohga bo'lgan e'tiqodi tiklanadi. Ya'ni iymoni butun bo'ladi. Qimirlagan jon borki, haqiqatdan rizq Allohning qo'lida ekan. Allohda aytilgan narsasi bo'ladi ekan degan mazmunda bir fikr, qaror chiqaradi. Keyin haligi zapretlarni olib tashlaydi, ya'ni kulolchilikniki, kosibchilikniki, o'tinchiliklarni olib tashlab Hasan kayfiyni qo'yib yuboradi hamda o'z ishi bilan mashg'ul bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga taklif qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.